Assalomu alaykum kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan baklajkada achchiq yopamiz. Erta tongdan turib, bozorga borib, eng sara bozorli oldi sabzavotlarini olib bozor qilib keldim. Va hamma sabzavotlarni bulg'or, qalampir, chesnok hammasini tozalashga ulgurib, hatto pomidorlarni ham qizlarim bilan birga to'g'rab qo'ydik. Ana endi birgalashib bir tog'ora pomidorimizni hammasini misrobkadan chiqazib olamiz. Albatta qizlarim yordamida. Achchig'ini eng shirin qiladigan narsa bu chesnok. 3-4 dona chesnogimizni ham oldindan tozalab oldik va uni ham qizlarim yordamida yaxshilab misrobkadan chiqazib oldim. Chesnogimizni ortidan qizil bulg'or, qalampir ham misrobkadan chiqazib oldik. Erinmasdan qizil, yashil qalampirlarni hammasini bittalab misrobkadan chiqazdik. Hozir Xudoga shukr, hamma ishlarga qizlarim yordam berishadi. Uncha qiynalmayman ishlarida ham. Chiqarib olingan sabzavotlarni bitta kastrolgamga joylab oldim. Ko'rganinglardek rangi ham juda ham chiroyli chiqdi. Ana endi bir bog' ukrop va bir bog' kashnichni boshini ozgina olib tashlab to'g'rab olaman. Kashnich bilan ukrop hamma bilishadi, vitaminlarga boy, ham salatni ham, achchiqni ham, hamma narsani hidini priyatniy qilib, xushbo'y qiladi. To'g'rab olgan ko'katlarimni hammasini kastrolkamdagi sabzavotlarning ustiga solib oldim. Mana hammasi tayyor. 5-6 dona lavrov esa qo'lim yordamida maydalab ezib oldim va ustiga 2 qoshiq tuz qo'shib sabzavotlarning ustidan solib oldim. Hurmatli bekalar, agar sizlarda tuzi kam bo'lsa, yana bemalol solishingiz mumkin. Hatto o'zim ham shunday qilaman. Agar tuzi kam bo'lsa, keyinchalik yana tapimga ko'ra solib olaveraman. Tayyor bo'lgan misrobkadan chiqqan sabzavotlarimizni hammasini yaxshilab aralashtirib, gazimni olovini yoqib, balandroq qilib qo'ydim, bir qaynab olguncha va kastrolkaning ustini yopib qo'ydim. Endi achchig'imizdan xabar olsak, chiroyli bo'lib qaynayapti mana. Olovini ozgina pastlatib qo'yasizlar bir qaynab chiqqandan keyin. Mana shundoq shirin bo'lib qaynab chiqdi achchig'imiz. Tagiga olmasligi uchun bir kavlab qo'ydim. Bir dunyo baklajkani bir hafta oldin yuvib, quyoshda quritib qo'ygandim. Ana endi mana shu baklajkalarga achchig'imizni solib yopib olamiz. Mana hurmatli bekajonlar, achchig'imiz tayyor. Achchig'imizni ro'ppa-rosa 25 minut qaynatdim. Bir qaynab chiqqandan keyin hisobladim 25 minut qaynatishi. Endi erinmasdan varankani baklajkaga kiydirib, hamma baklajkalarga achchig'imizni solib chiqamiz. To'g'riga suv qo'yib qo'ydim, sababi baklajka erib ketmasligi uchun. Mana baklajkalarimni hammasiga achchig'imni solib bekitib oldim. Sizlarga ekranda yaqinroq ko'rsataman. Juda ham ranglari ajoyib, ta'mlari mazali chiqdi. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Manti, xonim, somsa, hamma ovqatlar bilan mazali ketadi, qo'shib yesanglar bo'ladi. Hurmatli bekajonlar, kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashing. Albatta, like bosib obuna bo'lishni unutmang.